Omadjon, albatta bir xonandani omadi kelishida, ijodi yurishida unga ko'makdosh ustozlar, yaqin hamrohlar bo'ladi. Shularni eslab o'tsangiz. Shuhrat aka, bilasizmi? 93-yildan beri biz mana vodiyda ijod qilsak, 3 yildan buyon anchagina ijodimiz to'xtab qolgan edi. O'zi kasbi san'at sohasidan ancha yiroq bo'lsa-da, lekin san'atni juda hurmat qiladigan, nozik tushunadigan bir akamiz Botir aka Rahimov yana bizni boshqatdan ijod qilishga undayaptilar. Xudo xolasa hali umidimiz ko'p, xalqimizga hali ko'p xizmatlar qilamiz degan niyatlarimiz, orzularimiz bor. Salomat bo'ling. Orzu niyatlaringizni afzalini, ortig'ini bersin. Rahmat. Hozir qanday qo'shiq yoki ashula ijro qilib bermoqchisiz? Hozir yana ustozimiz qo'shiqlaridan Shuhrat Ahmedov so'zi Yarashmas degan qo'shiqni ijro etib bermoqchimiz. Bajonidil tinglaymiz. Marhamat. Anjumanda beadab alyor yarashmas, suymaganning to'yiga yor yarashmas. Anjumanda beadab alyor yarashmas, suymaganning to'yiga yor yarashmas. Magar inson qonida din yo'q, iymon yo'q, tanu xonadoniga tumor yarashmas. Magar inson qonida din yo'q, iymon yo'q, tanu xonadoniga tumor yarashmas. Kimga omad bersa gar qodir Xudoyim, o'shal banda xulqiga kibor yarashmas. Kimga omad bersa gar qodir Xudoyim, o'shal banda xulqiga kibor yarashmas. Xoh yaxshi ham yomon ham o'tar dunyodan, marhumlarning sha'niga azor yarashmas. Xoh yaxshi ham yomon ham o'tar dunyodan, marhumlarning sha'niga azor yarashmas. Munofiq bo'lsa agar bilgilik sardan, kari karvonlariga zinhor yarashmas. Munofiq bo'lsa agar bilgilik sardan, kari karvonlariga zinhor yarashmas. Yursa agar aldanib zahmatkash bir yurt, qo'rg'oni qozoniga hamkor yarashmas.
Suysa agar aldanib zahmatkash bir yurt Qo'rg'onu qozoniga hamkor yarashmas Anjumanda beadab alyor yarashmas Suymaganning to'yiga yor yarashmas Suymaganning to'yiga yor yarashmas Salomat bo'ling.